Men imom barcha namozlarning birinchi rakatida qolgan rakatlarga nisbatan ko'proq qiroat qilish, ya'ni kattaroq sura o'qish kerak deb bilaman. Imom bilan namoz o'qimayotgan, ya'ni yolg'iz namoz o'qiyotgan kishi ham shunday qilishi kerakmi? Bu qanday amal hisoblanadi? Qilsa yaxshimi yoki aksincha? Bismillahirrohmanirrohim. Kitoblarimizda imom namozida qiroatini cho'zmaydi. Hatto avvalgi rakatini ham deb keladi. Faqat bomdod namozi bundan istisno deydi. Chunki bomdod namozida odamlar uxlab turgan vaqti bo'lganligi uchun ham birinchi rakatni qiroatini uzunroq o'qisa, odamlar uyqularidan turib namozga ulgushlari mumkin ekan. Shuning uchun qolgan namozlarda qiroatlarni bir xil o'qishda harakatida bo'lish kerak. To'g'ri, Hazrat Imom Muhammad rahmatullohi alayhi, Imom Azam pirimizning shogirdlari hamma namozlarda birinchi rakatlarini qiroatini cho'zishlikni mustahab deganlar. Lekin matn kitoblarimiz faqatgina bomdodni avvalgi rakatini shu g'aflat vaqti bo'lgani uchun cho'ziladi deb istisno qilgan. Va endi yolg'iz o'qiydigan odamlar albatta namozlarini, qiroatlarini tengroq, mo'tadilroq holatda qilishda harakatida bo'lishlari kerak bo'ladi. Vallohu a'lam bissavob.